Hammaga assalomu alaykum. Bugun ishxonadamiz. Qaranglar, o'tganda bemor onaxonimizga restorovkani tavsiya qilgandim, уже ichishni boshlabdilar mana. Maydalanganini. Hozir aytayaptilar, ancha holatim yaxshi deb mana. Mana shuni ulim aytdilar, mana shuni ichganimdan birin meni bu o'ntamanimdagi osilishlar yo'q, o't qapimda dimlanishlar yo'q. O'zimda nihoyatda yaxshi his qilyapman. Menga juda ham yaxshi yordam qildi shu. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Tabiiy, arzon, hammaga dostupniy dori. Buni bironta firmaning dorisi emas, mana restorovka tabiiy o'sadi. Bu ko'plab dorilar tarkibida bor. Karsil dorisiga mana shu restorovka ekstraktini olib qo'shadi. Buni ichsanglar jigarlaringizni tozalaydi, ichki organizmlarni tozalaydi. Jigardagi yog' bosishlar, jigardagi fibrozlar oladi. Ancha yaxshi tabiiy narsa. Ichish tartibi shu, qaranglar. Bitta kichkina osh qoshiqchada ovqatdan yarim soat oldin og'izga solasizlar. Shu maydalangandan keyin 1 stakan suv ichib olasizlar. Bo'ldi. Bemorlar ko'p shu o'ng tarafida og'riq, bezovtaliklar bilan, tiqilishlar bilan qiynalib yuradi. Mana onaxonimiz ko'rib turibsizlar. O'zimiz lecheniya qilamiz onaxonni ham anchadan bos. Holatlari mana ranglarini qaranglar, ancha tiniq. O't qapimda ham dimlanishlar yo'q qoldi. Juda ham o'zimni yaxshi his qilyapman. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Duoda bo'lamiz, Xudo xolasa. Xudo xolasa. O'limga mana duoda bo'lamiz. Yana ular mana hamma kasallarni so'tyaptilar. E'tibor bilan qarab, ixloslarimiz oshligiga mana ancha yaxshi bo'lyapti biz ham. Xursandmiz, doim duodamiz. Sizlarga tavsiya qilamiz shu dorilarni. Ichinglar ham, so'zlaringlar yengillik bo'lsin sizlarga ham. Jigar sirrozi ham, asid ham aslida qo'rqinchli emas. Meniki jigarim sirrozida. Siz bilan 2022dami yo 21da ko'rishganmiz. 4 yilmi, 5 yil bo'lyapti mana onaxon bizda davolanadilar. Ranglarini qaranglar, hech kim sirroz demaydi ko'rsa. Ranglari ham tiniq, hamma narsalari zo'r. Aytilgan lecheniyani vaqtida olib, to'g'ri ovqatlanib, rejimda yursanglar, sizlarning kasalliklaring unaqa vahimali emas. Inson o'ziga o'zi tabiiy doktor bo'lish kerak-da. Ko'pchilik noto'g'ri ovqatlanamiz, shifokor tavsiyalariga rioya qilmaymiz, o'zimiz bilgancha yashaymizda, og'irlashgan holatda shifoxonaga kelamiz. Onaxon o'zlari masalan og'irlash qolmasdan iloji boricha tez shu aytilgan vaqtda keladi, aytilgan dorilar ichadilar, xudo xolasa mana holatlari zo'r. Ovqatlarim ham rejimda mana shu doktorimiz aytganlarini qilamiz. Hamma yaxshi bo'lyapti mana. Hammani sog'lig'i o'zini qo'lida ekan, doktorlar aytganini vaqtida o'sha dorilarga bu sohati bilan vaqtida ichish kerak ekan, qaytadigan ovqatlardan qaytish kerak ekan, yeyish kerak oz-ozdan qilib, rejimga solib, odam o'zi uchun o'zi jon qo'ysa, albatta tuzalar ekan. Sog' salomat bo'linglar, e'tibor uchun rahmat. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.